Sherist aka, bu hozir tozaligiga ham qoyil qoldim-da bularda. Nimaga bular chang-pang kirmaslik kerakmi bular? Ha. Iloji boricha xona toza bo'lsa, changi bo'lmasa, bug'doyi mana hozir mana bugun bu xonaga kiradi bu. Ha, bu. Bu boshqa joyga kiriladimi? Orqaga. Ikkinchi xonaga kiriladi. Ikkinchi xonaga kirilishi mana bu xonada uyutmalarni tayyor qilib, tayyorlab olamiz. Bir sutka bu yerda turadi. Bir sutka bu yerda turadi. Bir sutka bu xonada turadi. Keyin asnovnoy xonamizga olamiz ekan. Aka ko'raylik. Mana keling. Yo, buni men ham o'zimiz ham qilamiz endi. Keling mana. Mashalloh, bismillah. On qarang. Ha, mana. Bu necha kunliklar mana shular? Mana bu 2-3 kunlikda, mana o'sha ertaga tayyor bo'ladi. Ha, 3 kunlik bu. Ha, buni o'sha ish olib borayotgan qizimiz yaxshi biladi. Ha, o'zi bir kishi qaraydi. Belgilab qo'yadi. Ha, on qarang. Hozir tayyori qayerda? Bu yoqda bo'ladimi tayyorsi? Yo'q, mana etap-metap mana shu bo'yi balandlar etap-metap chiqib ketaveradi. Bu yoqdan bo'shagan polkalar to'ldirib ketilaveradi. Bu qanchalik bir kunda qancha chiqadi hozir mana shu joy? Ha, mana u hozir. Ha, gidroponikada o'zi asli eng qo'yga berishga, sochniy payti deydi-ku, zo'r deydi-ku. Xo'sh, 4 kunlikdan 5-kunga o'tadi. Shu o'rtasida bersangiz, o'shdami? Mana bir qanizingizda misol uchun 1 kilo bug'doy tashlasangiz, 1 kilo bug'doyingiz 4,5 kilolik bo'ladi-ku, asli hammasi. Ha, hozir 1 kilosi 4,5 kilo bo'ladi. Eng zo'ri shu ekan. Eng zo'ri, ha. Uni 7 kilolik qilsangiz ham bo'ladi, yana. Achqim to'lib qoladi, jicha. Unda o'zi kaloriya yo'q. Kaloriya yo'q. Ozuqaga kirmay qolar ekan. On qarang. Ovqati bo'lib qoladi. Ana. Bizda to'g'risi oldin birinchi gidroponika boshlanganda men ham o'zim olib kelib berganman. Qo'ylar jicha suyib yemagan edi, lekin ular mashinchacha bor edi. Demak, ular achchiq edi ekanda, demak. Boshida sal ob'yomga ham qaradik-da, 7 kilo bo'lsa, endi 5 kilodan ko'ra 7 kilo bo'lgani ko'p. Ko'p dedingiz, ha. Qo'yimizni qorni to'yadi. Ha, lekin ha, aslini so'rading. Ya qoyil. Bu tozaligini ham qarang, keltiribsiz-da. Bu chang havo totadigan joylari ham bor, ha? On qarang, ha. Xona 18-20 temperaturada turadi, postoyanno. Qishin yozim. Klimat kontrol qo'yilgan mana. Qishin yozim. Klimat kontrol qo'yilgan, avtomat sug'oradi. Avtomat sug'oradi, avtomat xonani atmosferasini to'g'irlab turadi. Avtomat o'zi sug'oradi, Avtomat o'zi sug'oradi. 250 kilo kuniga bor. Ha, hozir 250 kilo olib turibmiz kerakini. Zo'r. 350 kiloga ham olib chiqsa bo'ladi. Zo'r, qoyil. Ha, bu qo'ylar yemishi ham zo'r bo'lar ekan-da, Sherist aka. Qoyil. Baraka toping, aka. Zo'r.